Assalomu alaykum obunachilar. Charchamasdan ishlayapsizmi? Musofirda yuribdigan bolalarim, ukalalarim charchamasdan, sovuqda sovqatmasdan ishlayapsizlarmi? Mana men Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida yashayman. Ayolim bilan ijarada turamiz. Madigar bozorga chiqsam, yoshingiz katta deb ishga o'qitmayapti. Bir kun ish bo'lsa, 4 kun ish bo'lmayapti. Shuni hisobiga bitta yordam qilsanglar, Alloh rozi bo'lsin barchalaringdan. Shu maqsadda sizlarga murojaat qilayotgan joyim. Avvalo Alloh kuch-quvvat berib tursa, xohlasa ishlarimiz yurishib ketar. Biz bir bandani qurib qo'ymaydi, Xudo xohlasa Allohdan so'rayapmiz. Shuni hisobiga sizlardan iltimos, qo'linglardan kelguncha yordam qilsanglar. Oldindan rahmat. Sizlarga kuch-quvvat bersin Xudoyim. Umringlarga, rizqinglarga Alloh baraka bersin. Barchalaringizni ham sog'-salomat diydorlashib, bir go'zallik qilishni Alloh nasib aylasin. Sizlar bizga birni beryapsizlar, sizlarga Xudoy birni bersin. Shuning uchun duo qilaylik, umringlarga, rizqinglarga Alloh baraka bersin. Allohumma ahsin aqibatina fi umuri kulliha va ajilna bil dunya va azabil oxirah. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat oldindan.